Ya, tayyorgarliklar zo'r. Nima harakat? Adasi bugun bir oqibat qilib, akamlarni, opamlarni iftorlikka chaqirdim. Yaxshi qilsan. Odamlar ham o'tiradilar maza qilib gaplashib. Adangizlar nima qiladi? Men faqat o'zimni qarindoshlarimni chaqirganman. O'tirmaydilar yo'talib, hammani ishtahasini bo'g'ib. Demak, qara, sen meni odam to'g'rilarida gapiryapsanmi? Onamdan keyin bilasanmi, meni bu darajaga yetishimga odamlarning qancha mehnatlari singan? Qat ketvos, akamlarni kim kutib oladi? O'zing kutib olgin. Odam o'tirmagan uyda men ham o'tirmayman. Ya, ada, shu yerdami deysiz? Eshitdim bolam. Qo'y. Kelinni urishib yurma. Uni ham ra'yiga qarash kerak. Men o'zimni kichkinagina kulbamda iftorlik qilib olaveraman. Qo'y bolam. Ya, nima deganingiz ada? O'zi kutib olursan mehmonlarini. Biz siz bilan zo'r joyga borib, bir ota bola o'zimiz